haromdan kelgan pul aslo yuqmaydi. Chiqishligi kerak bo'lgan pul albatta chiqadi. To'g'ri yo'l bilan chiqmasa, Alloh taolo uni fojia qilib chiqaradi. Birodarlar, shahrimizda, jonajon diyorimizda bugun kompyuter o'yinlari nihoyatda keng tarqalyapti. Yuzlab kompyuter o'yinlari bor. Soat 1 kechqurundan borasiz. Bolalar, millatimiz farzandlari, gullari u yerda. Shuni ochgan ham faloncha hamma taniydi. Lekin hech kim qo'ldan ola olmaydi. Psixotrop moddalarni, turli xil ruhiy taskinlik beradigan dorilarni aptekalarda bugun sotilyapti. Ruhiy taskin nima qiladi? Aqlni to'xtatadi, rivojdan to'xtatadi, kayf beradi, to'xtatadi. Nima uchun? Qolganlar o'zib ketishliklari uchun. To'xtatishning sababi shu. Birga yugursak men sizdan o'z olmayman. Nima qilishim kerak? Bir narsa qilib sizni to'xtatishim kerak. Keyin o'zib ketaman. Siz shu uxlaganingizcha bir asr uxlab qolasiz. Aroq harom. Aroqdan saqlanaylik. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aroq borasida naq 10 kishini la'natladilar. 10 kishini, odam qolmadi. O'zimini yetishtiruvchidan foydasini oluvchigacha. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning bitta ishoralarini o'zi kifoya. 10 kishini birma-bir la'natladilar. Nima uchun?